Bular свежийmikan? Ha, bugungi свежий. Yaxshimisiz, singlim? Assalomu alaykum, keling. Charchamayapsizlarmi? Singlim, haligi yana bir iltimos bilan chiqqandim. Qarzga bir ikkita narsa berib tursangiz. Opa, amanku beraveraman. Lekin o'zingiz to'lashga qiynalib qolasiz. O'zi rosa qarz daftarda qarzingiz ko'payib ketgan. Mayli. Bir amallarman. Endi bolalarni qorni ochganda aldolmas ekansizda, o'shanga oldingizga yana chiqqandim. Farqi yo'q, opa, olavering. To'lashga qiynalib qolmasangiz bo'ldi. Mayli, rahmat. Bitta paket berasizmi? Mana singlim, shularni hisoblab qo'ysangiz bo'ladi. Bo'ldi, xo'p. Daftarga yozib qo'yarsiz, a? Bo'ldi, xo'p. Rahmat kattakon, umringizdan baraka toping. Rahmat. Yaxshi boring. Bu ayolni taniysizmi? Ha, mana mahallada yashaydi. Bechara, ikkita bolasi bilan yosh beva qolib ketganda. Endi mahalla ham biz ham yordam berib turamiz. Lekin magazindan rosa ham qarzi ko'payib ketdi-da. Qarzlari qancha? Yozib qo'ygandim. Mana. Buni olib qo'ying. Ko'p o'tdi. Keyingi safar do'koningizga chiqqanlarida yana xohlagan narsalarini olursinlar, xo'p? Yana xabarlashamiz. Oldingizga kelib turaman. Biza qurbi yetadiganlar shunaqa savob ham qilib turishimiz kerak. Bizaga 10 baravar bo'lib qaytadi shunda. Rahmat. To'g'ri aytasiz.